Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli kanalimiz muxlislari, bugun mana 2 kun ro'parosi 2 sutka ivigan arpamiz. Mana yaqinroq olib kelaman. Mana ancha unib tayyor bo'lib qoldi. Buni endi mana bu latokka solamiz. Solishdan oldin buni mana bitta bir marta chayvoramiz chelikli suvda. Ya'ni doim namli saqlanib turish kerak degandek, mana namlab qo'yamiz. Mana bitta namlab oldik. Suvni silqitib yuboramiz yana. Betgacha silqitish shart emas, chunki o'zi latokda tushib ketadi pastga. Hozir endi buni latokka yoyamiz, xudo xolasa. Mana latok. Latokka mana ko'ryapsizlar qanaqaligini. Mana bitta mana 3 ta teshigi bor. Shu teshiklaridan suv pastga tushib ketadi. Buni yoyamiz. Bismillah. Yaxshilab qoqib, sekin qo'lda akkuratni yoyib yuboramiz. Mana bu o'sib qolgan nishlari sindirib yubormaslik kerak. Sekin akkuratni qo'l bilan yoyib chiqiladi. Yoyganda demak buni qalinligi 1,5 sm dan oshmasligi kerak. Bo'lmasa chirib ketadi. Mana shunaqa qilib yoyamiz. Sekin mana yoyib qo'ydik. Xo'sh. Hozir men shpatel qilib qo'yganman. Mana bu chetidan, demak, mana bu chetidan sal qochirish kerak. Mana bu 4-5 sm qochirib yoyiladi. Sababi buni ildizi o'sib ketadi-da, mana bu latokni teshiklariga kirib qoladi. Suv tushmay qoladi. Suv qolib ketsa latokning ichida chirishni boshlaydi bu arpamiz. Mana mana qilib sekin chiroyli qilib yoyib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Pauza. Demak, mana hurmatli muxlislar, bu ikkinchi xaltadagi arpamiz. Bu ham ko'rib turibsizlar. Ikkita xaltaga ivitganimiz bu ikkinchisi. Buni ham namlab olamiz. Mana namlandi. Buni ham silqitib yuboramiz. Iloji boricha. Suvni silqitib buni ham yoyib yuboramiz hozir. Mana shu 1,5 kilo arpamiz o'zi aslida. Latok ichida dimlanib, uje nish urib ekishga tayyor bo'lib qolgan. Xo'p, mana yoyib yuboramiz. Akkuratni yoyib yuboramiz. Buni ham mana bu qirg'og'idan qochiramiz ozgina. Shpatelda tekislab yuboramiz. Tekislamasa har xil o'sib qoladi bu. Bir yog'i balon, bir yog'i past bo'lib, bir yoqda ildiz ko'p, bir yoqda yashil qismi ko'p bo'lib, har xil bo'lib qoladi. Bir xil bo'lgani ma'qul. Buni maydalash ham yaxshi bo'ladi. Chiroyli bo'lish kerak har bitta ishimiz. Mana ikkita demak xaltamizni mana bu yerga yoyib qo'ydik. Endi pauzani bosib turamiz. Hurmatli
kanalimiz muxlislari mana betga qo'yib qo'ydik latokka. Mana xudo xolasa bu yog'i tayyor. Endi buni ustini mana bunaqa qilib yopib qo'yamiz. Yana 1-2 kun shu yerda dimlanadi. Mana shunday bo'ladi. Ertaga ertalab pulverizatorda suv sepib qo'yamiz. Uni ham olamiz ertaga video qilib, kechki payt xudo xolasa. Shu bilan hozircha videomizni tugatamiz.